hech kim ko'rmadi. Payg'ambar alayhissalom chiqib, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan borib Abu Bakr Siddiqqa aytgandilar o'zi. Abu Bakr Siddiq ikkita tuyani tayyor qilib taqib qo'ygan edi. Shu bilan bular hijrat qilib mana o'sha toqqa, siz bilan biz ko'rib turgan ro'paradagi Savr g'ori deyiladi. Mana shu tepada ko'rinib turibdi. Shu joyga borib yashirinishdi. Orqalaridan qidirib kelib mushriklar, kofirlar. Bu yerga kirishdan oldin Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu g'orga kirib bir tozalab, teshiklarni bekitdilar, bir ziyon zahmat yetmasin Rasululloh dedi. Bu yerga kirishganda bitta teshik qolib ketgan edi o'sha joyda. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu oyoqlarini, qo'llarini o'sha teshikka bekitdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muborak boshlarini qarab Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu izzalariga qo'yib dam oldilar, orom oldilar. Shunda o'sha teshikdan chiqib bir ilon chiqib Abu Bakr Siddiqning oyoqlarini chaqdi. O'g'rig'ini zo'ridan shu o'zlarini ishtirok qildilar. Iloji o'qidigan ko'zlaridan muvaffaqiyat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam muborak yuzlariga qo'ndi. Payg'ambar alayhi vasallam bo'lganda. Nima bo'ldi ya Abu Bakr? Qo'rqdingmi? لا تحزن إن الله معنا. Shunda ayollarni shular muborak qizlarni olib chiqadi. O'g'ri qo'yilib qoldi. Qarilarga keladi. O'sha ilon payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni kelishlarini necha yuz yillik kutgan ekan. O'sha ilon tilga kirib aytgan, "Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muhammad keladi, payg'ambar bo'ladi" deganini eshitib, shu g'orga kelishligini bilib, yillik yildan boshlab shu qo'ylarni ko'raman deb, ilonlarga qo'yaman deb, o'sha ilonni qo'ylab qo'ygan. Qarang, oddiy bir ilonni shunday muhabbat qilib o'sha teshikda payg'ambar alayhi vasallam qo'ygan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 3 kun mashina yerga chiqish, ko'rib turibsiz, o'ta mashaqqat. Biz boshqa 2 soat oshiradi chiqib. Allohning qudrati ilohiy, bizlari haligacha tarqalmadi. Bu yerdagi ko'ramiz. Payg'ambar alayhissalom uchinchi yo'lga keldilar. Payg'ambar alayhissalom siz bizga agar bitta odamlar bilingki sizni Alloh suyibdi. Men dard chekayotgan bo'lsam, mashaqqat chekayotgan bo'lsam, Alloh suyibdi. Alloh suyibgan ekanlar. Mana hep shu aytadi. Tinmay davgina boshqa. Tasavvur suygan bo'lgan ekan. Sizdan tasavvur. Ko'proq hamd eding, ko'proq Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovat eding. Payg'ambar alayhi vasallam
otalariga kaforat, barchalarning yana shu yo'llarga qaytib